Koreyachilar do'kon va oshxona biznesini birlashtirmoqchi bo'lsangiz, sizlarga yaxshi variantimiz bor. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Do'konimizni mana ko'rib turibsizlar, 40 million razmerda, 130 kvadratdan oshadi. Do'kon plus oshxona qilaman degan akalarimizga 4 ta rassani olib tashlab, stul qo'ysa bo'ladigan imkoniyatlarimiz bor. Jubayn bo'limiga o'tadigan bo'lsa, do'konning ichidan eshigi bor, kiriladi. Mana atmosfera shunaqa turadi. Bu yerda oldin novvoy xona bo'lgan va novvoy va somsa uchun hamma sharoitlar qilingan. Bu yerda oshxonaga moslashtirsa bo'ladi. Bu va bu xonani. Oshxona qo'shishga asosiy yordam beradigan ikkita tandirimiz bor. Bu yerga alohida mehri berilgan. Bu yerda tandirda pishadigan barcha narsani qilsa bo'ladi va ruxsatnomalar qilingan. Bu joyimiz lokatsiyasiga kelsak, Chonju shahri, Sachan Sakoriy 4-ko'cha, Daysoda hamma biladi. Oldidan kiriladida ikkita parkovkaga qo'yish imkoniyati bor oldiga orqa tarafimizda ham katta parkovkamiz bor. Buni keyingi video davomida qo'yamiz. Do'kon va oshxona biznesining oroligi nuqtasi mijoz ko'payganda parkovkadan muammo bo'ladi. Bizning do'konning orqa tarafida shunaqa katta parkovkasi bor. Bu katta zdaniya uchun umumiy parkovka hisoblanadi. Va do'konning klientlari uchun bemalol foydalansa bo'ladigan vaziyat. Joyimiz plus tarafi narxiga keladigan bo'lsak, podvalida xuddi shu kenglikda 40 millionlik joyimiz bor. Buni keyinchalik biznesni kengaytiraman degan akalarimizga bu juda ham asqotadi. Narxiga keladigan bo'lsa 50 million won, shu yerda barcha narsalar qoladi. Pojin kimi ichida 15 million, Volsaga keladigan bo'lsa, oylik to'lov oylik 2 million, Pojin kim ko'tarilgan sari naqdni oylik to'lovni tushiradigan imkoni bor. Qiziqqan akalarimiz ushbu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolisa 24 ga aloqadamiz.